Makkajo'xori yetishtirish oson ish emas. Zaharkunandalar esa bu jarayonni yanada qiyinlashtiradi. Hasharotlar zaharkunandalari makkajo'xoringizga hujum qilib, uni yo'q qilishi mumkin. Bu esa oilangizni oziq-ovqat ta'minotiga zarar yetkazadi yoki sizga moliyaviy yo'qotish keltiradi. Daldagi asosiy hasharotlar zaharkunandalari poyaqurti deb ataladi. Shunday zaharkunandalardan biri Chilopertulus, ya'ni dog'li poyaqurt kaplagidir. Ushbu animatsiya sizga push-pull tizim yordamida makkajo'xori dalangizda zaharkunandalardan qanday himoya qilishni tushuntiradi. Push-pull tizim integratsiyalashgan zaharkunandalarga qarshi kurash dasturining muhim qismi hisoblanadi. Avvalo, poyaqurti makkajo'xori hosilingizni qanday yo'q qilishni ko'rib chiqamiz. Poyaqurti kapalaklar ochiq krem rangli tuxumlarni makkajo'xori barglarining pastki tomoniga qo'yadi. Agar siz dalangizda bunday tuxumlarni ko'rsangiz, bu zararlanish boshlanganini bildiradi. Tuxumlar 4-8 kun ichida ochiladi. Ochilgan lichinkalar o'zlari chiqqan barglarni yeyishni boshlaydi. Lichinkalar krem rangdan sarg'ish jigarranggacha bo'lib, bosh qismi qizg'ish jigarrang va tanasida odatda 4 ta binafsha jigarrang chiziqlar bo'ladi. Barglar bilan oziqlangandan so'ng lichinkalar o'simlik poyasiga kiradi. Ular poya ichiga oziqlanishni davom ettirib, o'simliklarga zarar yetkazadi. Ular 2-4 hafta davomida oziqlangandan keyin lichinkalar makkajo'xori poyasi ichida g'umbakka aylanadi. 5-12 kundan so'ng ular yana voyaga yetgan kapalak sifatida chiqadi. Voyaga yetgan poya qurtlari asosan tunda faol bo'lib, kunduz kuni o'simliklardan dam oladi. Ular och sarg'ish jigarrang qanotli kichik kapalaklardir. Makkajo'xoringizni poya qurtlaridan himoya qilish uchun siz push-pull deb ataladigan usuldan foydalanishingiz kerak. Bu usulda pestitsidlar ishlatilmaydi, chunki ular qimmat va inson salomatligi hamda foydali hasharotlar uchun zararli bo'lishi mumkin. Pestitsidlar qo'llanilmagani sababli push-pull usuli biologik kurash bilan mos keladi. Ya'ni parazit arilar yashab qolib, poya qurtlariga hujum qiladi. Siz makkajo'xorining atrofida maxsus o'simliklarni ekishingiz mumkin. Ular kapalaklarni chalg'itadi va haydab yuboradi. Bu o'simliklarni begona o'tlarni nazorat qilishga ham yordam beradi va chorva uchun yem sifatida ishlatiladi. Push-pull usulini qo'llash uchun avvalo makkajo'xorini qatorlab eking. Qatorlar orasida kamida 2 fut, taxminan 75 sm masofa bo'lsin. Qatorlar orasiga